Yana shu kredit. Yana shu kredit. Qachon qarama, bir yaqinlar ham telefon qiladimi o'zi, faqat kreditdan telefon qilishyapti-da. Ko'pchilikda aynan kredit muammosi va kredit masalalari bilan bog'liq bo'lgan muammolar bilan o'zini band qilib yuribdi. Hozirgi kunda aynan Muhriddin Shamsiddinov o'zimizni ustozimiz hamkasbimiz tomonidan tayyorlangan aynan Qalqon nomli qo'llanma kredit garov va penyalardan qonuniy himoyalanish yo'llari va kreditni muzlatish, asossiz penyalardan qutulish bilan bog'liq bo'lgan masalalarni qonuniy yo'lini sodda qilib, tushunarli tilda aynan qo'llanma shaklida yozib chiqganlar. Kitob hozirda sotuvda bor. Tavsiya qilib qolgan bo'lardim. O'sha kredit masalalari bilan bog'liq bo'lgan muammolaringizni aynan shu kitob, shu qo'llanma orqali, bu oddiy kitob emas, bu qo'llanma, shu qo'llanma orqali tanishib chiqishingiz mumkin. Buni orqasida oxirgi betlarida aynan o'sha arizalar, iltimosnomalar foydalanuvchiga aynan yordam masalasida yana ham bir yaxshi zo'r qo'llanma bo'lgan. Men o'zim tanishib chiqdim. Tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Hozir nomerlar qoldiraman. Shu nomerlarga bog'lanib, Asahi orqali bu kitobni sotuvda bor, sotib olishingiz mumkin. Tavsiya qilib qolaman.